Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa kiyim-kechalarimizga bahorgi aksiyalarimizni boshladik. Xudo xolasa qayerda deysizmi? Namangan viloyati Shotoq tumani Qora-Ariq mahalla fuqarolariga 24-maktab yonginasida joylashgan. Mana shu do'konimizga barcha taklif qilamiz. Videoni batafsil ko'rib olmasangiz, to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Chegirmalar xudo xolasa har doimgidek bomba. Bemalol tashrif buyurib, mana shu joyda arzon kiyimlarni olib foydalansangiz bo'ladi. Eng muhimi juda ham sifatli. Barcha tavsiya qilamiz. Sog' bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlar, juda ham aksiyaga zo'r tushibdi. 25 ming so'm. Qalinligini qarang. Juda ham mazza qilib kiyilgan. Tashkilar turlar bor ekan, hammasi 25 ming so'mdan. Qolaversa, bahorgi bolachalarga turli tuman shapkalarimiz, baholasa mana qarang, qizingizga kiydirib qo'ysangiz, orqasida sochi ham bo'lar ekan. Mashalloh. Qolaversa, aypoqlarni turdan bor ekan shu yerda. Bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. Aksiya 50 milliy mahsulotlarimiz 30 mingga aksiya tushdi, bahorgi aksiya ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, barcha turdagi oyoq kiyimlarimiz 30 ming so'mdan ekan. Tepasiga zamishni deysizmi yoki bo'lmasa futbolda to'pni rasm tushirgan deysizmi, barchasi baholasa 50 ming so'mga mana ko'rib turibsizlar, yumshoq. Mana oyoq kiyimlarimiz bo'lsa 25 ming so'mga. Qalinligi ham juda zo'r, usti xo'jalik bo'lar ekan. Eski oyoq kiyimlarimiz bolachalarimizga kiyimga o'xshar ekan. Juda ham zo'rdan ekan. Baholasa 20 ming so'mdan tanlab olishgan. Mana bu qizchalarimiz oyoq kiyimlari ham, qolaversa mana yigitlarimiz oyoq kiyimlari ham hammasi 20 ming so'm tanlab olishga olib kelaverasizlar. Oyoqda yechilib qoladigan uchun bunaqa tasmasi bor ham bor ekan. Shuning ichida shunaqa ko'rishingiz mumkin. Bahor sari bo'lyapti, mana ko'rib turibsiz. Bolachalarimizga 2 yosh, 3 yoshli bolachalarimizga juda ham chiroyli dvoyka, troyka, barcha mana milliy formamiz ham bor ekan bu yerda. Qolaversa, alginlarida Cross taqib olgan qizchalarimizni kiyimlaridan ham bor ekan mana. Bemalol zakaz berasizlar, yigitlarimizga ham Adidaslarimizni shu bahorgisi troyka ekan bu. 3 ta mahsulot. Qizlarimizga, yigitlarimizga, barchalarga kiyim boshlarimiz bor ekan. Hammasi chegirmaga tushgan, bahorgi chegirmaga. Bemalol ulgurib olsangiz bo'laveradi. 80 ming so'm sotilgan barcha oyoq kiyimlarimiz endi kunda 40 ming so'm. Shuning ichida 40 ming ichida mana shu ham ketadi mana. Ko'rishingiz mumkin. Endi ayollarimiz oyoq kiyimiga o'tadigan bo'lsak, 80 ming so'm sotilgan oyoq kiyimlar hozirgi kunda 50 ming so'm ekan. Trendga qo'l qopdan deylarmi? Xudo xolasa bundan ham bor ekan bu yerda. Jaynamoz deysizmi, barcha turdagi mahsulotlarimiz shu yerda mavjud.